Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Uzun Play kanali. Sizlar bilan bugun biz taksizning hayoti degan video olamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, bugun mening birinchi ish kunim. Hop, bu kletni qo'yam. Bu qanaqadir zadyani bajarsang 500 tanga berarkan. Menga hozir kerak emas. Men hozir taksi qilishim kerak. Qoching. Voy, nima qildingiz ey? To'g'ri, ayb menda edi. Bu yo'ldan yurishim kerak. Hop. Menimcha kletlar bu yoqda. Bu yoq taraflarda bo'ladi. Voy. Voy. Ana. Men bitta opa turibdi. Qayerga ekan opa? Hop, hozir yetkazamiz manzilingizga. Aytgandek, bu yo'lda to'g'ri chiqsangiz gay ham bor deb eshitgandim. To'g'rimi, yo'qmi? Hozir bilamiz. Hop, 90 tezlikdan o'tib bo'lmaydi. Qaytishida yordam beramiz. Menimcha yo'qda bir narsa bo'lyapti. Hop. Shu atroflarda gay turgan bo'lishi mumkin. Mana. Men nima degandim? Gay bor degandimmi? Mana turibdi. Hop. Bu yo'ldan hech qachon 90 tezlikda o'tavermang. Ya 90 ta balandda. Chunki ishtirof yozishi mumkin. Hop, endi bemalol 90 dan yuqori qilib haydasangiz bo'ladi. Hop, 800 kilometr, 700 kilometr, 600, 500 kilometr. Bu opa menimcha narigi shaharda, ya'ni qo'shni shaharda yashaydi. Kechqurun qanaqa kech? O'zi mashhurmi? Ya Mambitmi? Yo'q, mana shu. Yo'q, bu yerda emas. Mambitdan aylanamiz va Mambit ekan. O 700 ming berdi. Rahmat opa. Darrov bir kun o'tdi ketdi. Men esa bitta garajimdan hech narsam yo'q. Hop. Metan soldirib olsammikan, nima dedingizlar? Qani anavi nevaga yordam beraylikchi. Hop. Benzin ham tugayapti. Menda esa 3190. Bu pullarga men yangi mashina sotib olaman. Hop. Yo'q, mana shu quduqdan narigisi edi. Hop. 90 tezlikda o'tmaganini o'tibmisiz? Shunday shak urib yuboryapti. Shtraflarni.
Yaxshiyam menda mana bu yerimda chiqadigan narsa bor. Hop. Tezroq uyimga yetib borsam edi. Men uyimga to'xtang, mana boyagi neva. Qani yordam beraylikchi. Voy, sal xatoroq ketdi. Hop. Endichi qani tushaylik. O'zi bitta tushib bo'ladigan. Nima endi? Bratga benzin kerak ekan. Uzr brat, menda lekin benzin yo'q. Men safar kelaman. Va'da beraman, benzin bilan qaytaman. Hop. Endi bemalol uyga qaytsak bo'ladi. Voy. Men uyga borganimda videoni yoqaman. Hop do'stlar, uyga ham keldim. Shu yerda videoni yakunlaymiz. Qani bo'lsam, xayr. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga xayr.